Yaxshi mislar qarindoshlar, bir onaninki boshqalarga yig'izar qilib turib, yelinib, yalurib, benim balamni qutqizinglar deganki ancha vala oson emas. Yaxshi misal do'rdoshlar, men kuyib ketgan Abdumajidning onasi hozir Urumchi doktorxonaman. So'ng qarindoshlar qasanliki yardım bilan tunugan bir parchani azroq operatsiya qilib qipti. So'ng operatsiyadan oldi bir 5 kundan keyin onu shundan tadqiqotli operatsiya qilganda ondan sal aksir kelgudek. Balamdan parcha kesib ketib qolsa, men kishini qasim xafalık tortib qilinib ketgudek. Ana bo'g'uchi hozirgi azobni tushunadi. Dada bo'g'uchi ham shu. Nima qildi sen ana bo'g'uchi kiyim tikkanda hech bo'lmasa qo'liga yengli sanjilib baqirliq. Dada bo'g'uchi ketman chapqanda hech bo'lmasa etizda parcha tikkan kishi ketib baqirliq. To'rdoshlar Abdumajidning hozirgi ahvoli anda oddiy emas. Sizlar ko'rganday yoki bo'lmasa sizlar anglaganday nihoyat oddiy emas. Balkim bizmi shu holatni to'liq tasvirlab chiqib qilolmagan bo'lishimiz mumkin. Balning osti qismi butun kuyib ketganlik. Amda zo'r somliq davolashdan keyin undan keyin asli ketgan, agar yana asli kamay qolib qolsa, balning osti qismini kesib o'tishga to'g'ri ketgan qarindoshlar. Shu mumkin bo'lib qolib qolsa, dunyo mehr muhabbat bilan go'zal. Hergiz anda qaynatlik bilan biz film chiqarsak yoki shu Abdumajid og'inimizga ulanmasini chiqarib qilsak, tushunatmanglar. Men o'lishgandan baldoq kunisi bir zopin chiqardim. Ikkinchisilar uni az qilib tushunatdinglar. Üçüncüsler çıkarganımı düşürvattınlar. Şoňa qaynatlygy deytganym, hergiz emde qaraqulanyny biz muş yaxshi niyet bilen çıkargan filmlige uzatmaňlar. Biz kimnikini ufqalytmyz, uqamatmyz emas. Wagt kelgen çagda baksat satlışıp qalapmyz. Şoň qarindaşlar, mümkin bolsa şu ananyň köňlini ýaram qamaýla, şu Abdumajid agynymyzyň köňlini ýaram qamaýla, qolumyzdan kelse qollap goýla, lekin hergiz meýlay. Nima karma meninki başka bir adam ya men tanımasam ya urug' tuqqanmasak deganday manda xayoldan o'tkazib atmayli. Chunki biz inson manda bala qazani hech kim mening oldimga kamiti demaydi. Ham kamiti digilimi bo'lmaydi qarindoshlar. Shu mumkin bo'la qolib qolsa, hammalarniki bitalnaqsiz meyillik yurganini bilsab, inkas aynaga güzel so'zlarini qoldirib qo'yishinglar, ham gulxor raqamini ko'plab yo'llab qo'yishinglar chin yuragimni umid qilma. Jonxo millatlarninki isil an'anasi bitab qiyinchilikqa uchrasa ko'plab yordam bergan an'anamizni qat'iy unutib qolmayli. Chunki biz yana inson. Ben pul deb yığıp bulanmağaginin qarab qalganda, o balının pulu üzüz yetmitken, şoň xudun ağaçlar pulunu yığıp bulanmağ, xudun hep bilemedi kukamışım. Kızımız biçar bir capa kalıştı, öyle oldu, ben tüy iş kılamayıp yürüken bir ona bittilik. Biçar aşağı tapkan pulusunu bizni önüne bakıp, bunumuz biçar capa qarı gazı, 27 yaş gidi qarab bittilik kukamıma. Yığlasanız olmaydı, köňlüňiz ýerim qamaň. Köňlüňizi tok tutuň, şu ýürüňizde çokum ümit aralmasanız bolmaýdy. Balam çokum sakyp gitdi, ýaşlar gitdi. Benim näsihat qilib, biz paçqyny kesip atamiz gidip, aytamiz. Erli tuqalar. Ansa men paçqyny kesip atmaýdy. Muşa halak ýaşy ýardam qilip ýa ulanmaz qamapdan pul çykdy. Operatsiýaga çokum, ýani yeterlik bolgan summany çokum ýygyş qilip bopmyz. 5 günden keyinki operatsiýaga yeterlik bolgan summa çokum ýygylyp tutdy. Çünkü yaxshi niyetlik akalarımız, acılarımız bekçep. Zakirishmesi lapmida, balam bunda boldy. Balamning kişi bunun aslını kesip ketiş üçün qattiq küçep yordam qilishini umid qilma. Balam toyma qilmadi. Yaşlıq baharı şonda ütlep ketişini ensirep büyüklemez bir şahtılganda qılapdy. Qasının yardımıga bunda iştaşlyk men yordam qilishini umid qilmay başlar. Endi qarindoshlar Abdumajid og'inimizningki onasininki gaplarini anglagan bo'lishingiz mumkin. Talaffuzda ancha-muncha xatolashgan ahvollar bor. Chunki bu ochimizda yurak kasallik bor. Yurak kasali ham balaning azobiga chidamaqliq. Shunga bo'lsa, endi mana shivis kamsitqanlar bor. Inkasrayda voy anda shivis so'zlikka, manda shivis so'zlikka deb bisimizning shivisini kamsitmay qo'limizdan kelsa ama şu Tianshan'ın janub shimolidagi barliq qarindoshlarningki kuchak yordam qilib qo'yishini chin yuragimni umid qilma. Tiningni salomat bo'lsin, ishlaring o'ngishli bo'lsin. Men acha yana bir 2-3 kundan keyin kelay. Bir narsadan qiynalib qolsangiz yoki ehtiyojli bo'lsangiz menga telefon qiling. Men shu Urumchida bor. Ma'qul. Urumchida bor tamoq yegingiz kelsa dang tamoq akab beray. Yoki bir narsadan qiyinchilik tortib qolib qolsangiz menga desangiz
Ben Kur'an'ın kelişçe alakalaştık ayarlarla alakalaşıp sizge akap kıpırmakma. Hani etivattem, iltifat ailesi kirar şu ulanmağa kuşak yardım kılıtını gelmekma. Rahmet etken biz için acılığı bir rahmetinizi eytip kan. Büyükümüzün rahmet. Muş iltifat ailesi barlıq qarindaşlar, akalar, acılar, tütkül tordaki şu ruh tutan dostlarla salamanın oңuşluq yetkizdim. Hammanın qollab bergeniň köpden köp rahmet. Onundan başqa mavu mening anamninki ko'ngli az bo'lsin. Anamızda büyükümüzün salam eytip kan rahmet. Ya andadım misal. Köp rahmet. Andadım misal. Özünün anasınınki ava, şu ünüdarındaki qarindaşlarınki ko'ngli sizga biz qo'ydim. Biz qaytib qoldi, o'ltirib aramizda e'lon. Agar bir narsaga ehtiyojli bo'lsangiz telefon qiling biz bor.